Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat inspeksiyasi barcha yurtdoshlarimizni ogohlikka chaqiradi. Bugun respublikamizda keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilayotgani sir emas. Biroq mutasaddilar tomonidan bir necha bor ogohlantirilishiga qaramasdan, ayrim qurilish tashkilotlari tomonidan belgilangan tartib va me'yorlarni chetlab o'tishga urinish kabi salbiy holatlar afsuski hanuz uchrab turibdi. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar orqali tegishli ruxsat beruvchi hujjatlarga ega bo'lmagan ko'p qavatli uy-joylarni reklama qilish hamda aholiga shartnomalar taklif etish holatlari tobora ortib bormoqda. Shu munosabat bilan yurtdoshlarimizdan shartnoma tuzish va to'lovni amalga oshirishdan avval ushbu qurilish obyektining shaharsozlik hujjatlari mavjudligini hamda u qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyalaridan belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tmaganligini albatta tekshirishlarini so'raymiz. E'tibor qiling, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyalaridan ro'yxatdan o'tmagan har qanday qurilish noqonuniy hisoblanadi va kelgusida unga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish imkoniyati bo'lmaydi. Buning uchun har bir qurilish obyektida o'rnatilishi shart bo'lgan QR kodli pasportni skaner qilish orqali shaffof qurilish axborot tizimida tegishli hujjatlar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Unutmang, bugungi hushyorligingiz ertangi xotirjamligingiz kafolatidir.